Stomatologiya institutini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida faoliyati yo'lga qo'yilgan Toshkent davlat stomatologiya instituti ushbu sohaga qaratilayotgan yuksak e'tiborning galdagi ifodasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu qaror asosida bugungi kunda Toshkent davlat stomatologiya institutida yuqori malakali tibbiyot kadrlari xalqaro talablar va standartlar darajasida tayyorlanib kelinmoqda. Hozirgi kungacha O'zbekiston aholisida stomatologik kasalliklarning keng tarqalishi, ularni demak turli xil aholini kasallanish darajasini kuchayib ketishiga olib kelayotgan sabablar bor edi. Shularni bartaraf etish uchun, shu muammolarni hal qilish va yuqori malakali stomatolog mutaxassislarni tayyorlash maqsadida ushbu institut, ya'ni oliy ta'lim muassasasi tashkil etildi. Toshkent shahrida asosiy institut va viloyatlarda 4 ta filialiga ega. Barcha filiallar va institutimizning asosiy demak o'quv bazasi bilan qo'shib hisoblaganda hozirgi kunda 3000 ga yaqin talaba, magistr va klinik ordinatorlar ta'lim olib kelishadi va bularga 200 dan ortiq professor o'qituvchilar ta'lim berib kelishadi. Eng yuqori demak reytingga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalarining tajribasini o'rganish va shu tajriba asosida O'zbekistonda demak ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, talabalarga, magistrantlarga yangi o'quv uslubiy qo'llanmalarni qaytadan ishlab chiqish, ularni ekspertizadan o'tkazish va demak ta'lim jarayoniga joriy qilish bo'yicha hozirgi kunda keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Quvonarlisi, ushbu muassasada ta'lim jarayonini tashkil qilishning zamonaviy talablariga mos keladigan o'quv va moddiy texnik bazasini mustahkamlash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ilg'or axborot kommunikatsiya hamda ta'lim texnologiyalari joriy etib borilmoqda. Jumladan bo'lajak stomatolog mutaxassislarning nazariy tayyorgarligi ular o'rganayotgan amaliy ko'nikmalar bilan uzviy ravishda amalga oshirib borilayotgani e'tiborga molik. Dasturimizda navbat xorij xabarlariga tafsilotlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Quyosh batareya